Keyingi yillarda davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan qo'shni respublikalar bilan munosabatlar yangi bosqichda rivojlanib bormoqda. Qardosh xalqlar o'rtasidagi aloqalar tiklanib, o'rtadagi do'stlik rishtalari rivojlanib bormoqda. Qirg'iziston bilan qo'shni Farg'ona viloyatining So'x tumani Chashma qishlog'ida o'tgan uchrashuv ham ezgu maqsadlarga xizmat qildi. Ikki qo'shni mamlakat O'zbekiston va Qirg'iziston xalqlarini et bilan tirnoqdek bir-biridan aslo ajratib bo'lmaydi. Ularning urf-odatlari, an'ana va qadriyatlari ham bir-biriga juda o'xshash. So'nggi yillarda davlatimiz rahbarining dadil va qat'iy tashqi siyosati tufayli ikki davlat o'rtasida hamkorlik yangi bosqichga ko'tarildi. Chegaralar ochilib, fuqarolarimizning o'zaro bordi-keldilari qayta tiklandi. So'x tumanining Chashma qishlog'i Qirg'izistonning Qadamjo tumani bilan chegaradosh. Ushbu qishloqda shifobaxsh chashma bulog'i mavjud. Bu muqaddas chashmadan ham bizning fuqarolar, ham qo'shni respublika aholisi birdek foydalanadi. Bugun ana shu chashma bulog'i joylashgan xushhavo joyda qo'shni qishloqlar nuroniylarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. Chashma bulog'i bu do'stlik ramzi. Uni tozalash, ko'z qorachig'idek asrash esa shu atrofda istiqomat qilayotgan har bir fuqaroning millatidan qat'iy nazar eng asosiy vazifasi hisoblanadi. Shuningdek, uchrashuvda qo'shni mahallalar yoshlarini birlashtirish, ularning tarbiyasida doimo ogoh va sergak bo'lish hamda o'xshash milliy qadriyatlar va urf-odatlarimizni yoshlarning ongiga singdirishda nuroniylarning o'rni katta ekanligi ta'kidlandi. Chashma bulog'idan oqilona foydalanish, so'xliklar birgalikda, so'xliklar, qirg'izlar birgalikda foydalanish, ular birgalikda tozalash to'g'risida gapirishdi, oqsoqollar qatnashdi. Haqiqatan bu do'stlik, birodarlik, osoyishta tinchlik ramzi sifatida juda yaxshi gaplar gapirishdi. Xulosa men ishonamanki, shu bugungi mana shu Farg'ona viloyati hokimining kelishi, Botqon viloyatining gubernatori kelishi bu kelajak so'xlikda, so'xda xalqlarimizning do'stligini, bordi kelishimni yana yaxshilashga ishonaman. Uchrashuv davomida ikki viloyat rahbarlari qo'ni-qo'shnichilik munosabatlariga yanada jiddiyroq ahamiyat berish, savdo-iqtisodiy hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish, birgalikda turizm sohasini rivojlantirish kabi masalalar haqida ham to'xtalib o'tdilar. Jahongir Sobirov, Mashhur Hasanboyev So'x tumanidan tayyorlandi.